Qadrli kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan 3-belet javobini, ya'ni 3-belet savollarini tahlil qilamiz. Demak, boshladik. Haydovchi yo'lakay yo'nalishida kimga transport vositasini taqdim etishi shart? Yo'l xizmati xodimlariga, tibbiyot xodimlariga, zudlik bilan tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan fuqaroni davolash profilaktik muassasasiga olib borish uchun. Albatta, tibbiyot xodimlariga, yo'l xizmati xodimlariga taqdim qilmaydi. Shart emas. Qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etilgan? Bu xuddi o'tgan ikkinchi testdagi savolga o'xshaydi. Yana belgiga e'tibor qilamiz. Bu belgida faqat to'g'riga harakatlanish ruxsat etilgan, ammo yon qo'shni do'konlar, benzin kolonkalar, shuningdek boshqa shunaqa ijtimoiy ahamiyatga kasb etuvchi joylarga tashrif buyurish yoki burilish maqsadida ushbu belgida o'ng qo'l qoidasiga muvofiq, ya'ni o'ng qo'lda joylashgan bo'lsa burilishi mumkin. Demak, bu javobda B bilan A to'g'ri javob hisoblanadi. Qaysi belgi qarama-qarshi harakatlanishning ustunligini bildiradi? Albatta, bunda ikkinchi javob to'g'ri bo'ladi. Qaysi belgi qoidalarning aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilaydigan talablari bekor qilinishini ko'rsatadi? Xo'p, aholi hududlarida bo'lsa, 4-javob to'g'ri bo'ladi. Nima uchun 5-savol bo'lmasligi? Bu aholi tashqari, ya'ni aholi hududiga tashqari yo'l orqali boshqa yo'l orqali borilishi mumkinligini ko'rsatuvchi joylarda 5-belgi qo'yiladi. Unga burilganda shu belgi bilan belgilangan tasmaga o'tish ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi agar qachonki tasma qolgan harakat qismidan yotiq uzluksiz chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa, ruxsat etiladi. Agar uzluksiz chiziq bilan ajratilgan bo'lsa, unga kirish taqiqlanadi. Xuddi palasaga barjorga o'xshaydi, ma'no bildiradi. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Xo'p, ushbu savolimiz ham o'tgan testdagi savollarga o'xshaydi. Svetoforning belgi ishorasiga qaraymiz. Demak, ushbu belgida harakatlanuvchi har qanday transport vositasi yo'lning boshqa qatnoq qismida harakatlanuvchi transport vositalariga yo'l berishga majbur. Demak, ushbu holatda yengil avtomobil birinchi, tramvay, avtobus ikkinchi bo'ladi. Avtomobilning qaysi g'ildiraklari sirpanib tormozlanishga ko'proq moyil? Albatta, orqa g'ildiraklar. Qaysi transport vositalarini qatnoq qismining chetida ikki qator qo'yish mumkin? Kajavali mototsikllarni qo'yib bo'lmaydi. Yengil avtomobillarni ham, yuk avtomobillarni ham. Demak, kajavali mototsikl, mopedlar va velosipedlarni ikki qator qo'yish mumkin. Ikki qator qilib. Qo'l jarohatlanganda kiyim qanday tartibda kiydiriladi? Ushbu holatda kiyim avval jarohatlangan qo'ldan kiydirish boshlanadi. Yechishda esa sog' qo'ldan yechiladi, yechish boshlanadi. Demak, kiyim avval jarohatlangan qo'lga, so'ngra sog'ga kiydiriladi. Yuk transport vositasiga shunday joylashtirilishi kerakki, u shovqin hosil qilmasligi, chang ko'tarilmasligi va atrof-muhitni ifloslamasligi kerak. Shu bilan bizni bugungi 3-beletimiz tahlili tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Obuna bo'lgan bo'lsangiz layklarni unutmang. Biz sizlar uchun xizmatdamiz. Ushbu 10-savolni yodlab qolishingizni tavsiya qilamiz.